Hazırki yaşlar hakikaten baxtlik mi? Yok, baxtsiz. Mening deganim to'g'ri bo'lsa, to'g'ridan. Baxtsiz hazırki yaşlar. Nima uchun degan vaqtida hazırki yaşlarning baxtsiz deyishimlik sabab siz qarasangiz balkim yaxshi mashin, katta uylar, mashtaq, taraqturuq o'yin tomoshalariga bular yaxshi kun kechiryotidi deysiz, lekin Turxunning Nordun chiqqan isning achchig'ini shu no biladi, Turxun biladi. Ammo chu degan vaqtda bu nima uchun? Amaliyotda momamning, buvamning davrlarida 7-8 balni qatqan shu ota-ona oilada bir emgak kuchi shu erkish ishlab shularni boqidi. Shu vaqtlarda shu oilada xushallik kulgilari, qanoat bor, shu ovqatlarga bo'lgan qanoat bor. Anındakinchi degan vaqtida mehr, muhabbat, oddiylik bor, silishtirumlik yo'q. Hozirgi yoshlarning chu degan vaqtida tishi palpal, ichi qalqal. Aqramda iştinim yok, eğitim macambi deydiğen iş var. Nima uchun desangiz, mashindayken, uydayken, hatta tutuvatkan Alma 16 Pro Max telefondan tatib deyken, anandakinchi degan vaqtida qarsingiz shundaq pul tepatgan, to'nglikdimi, to'shikdimi kirayotgan, lekinchi degan vaqtida xobi, chufubo, yana birnim deganlarga nurg'uniga qaz Şinyonka deysiz. Nima uchun degan vaqtida quruq yo'g'anchilik, manmanchilik izangi taqsaldirish bak ig'ir. Isrofchilik bak ig'ir. Nimishga pul tushgandan keyin nimish qiladi desangiz, 4 kunda bir oyning ichida 4 qitim choy bor. Shu choyga har xil har yog'iz kiyinib bormasa bo'lmaydi. Anangdakinchi degan vaqtida seningdan men qalamanmi deb bir nimada o'zaro bas soladigan, bir-birsidan mushundaq raqobat qiladigan ovqatlarni ma'naviy ham moddiy buyumlarga bog'lab olganligi uchun bularning topgan puli chiqargan chiqimiga bo'ylashmaydi. Shu chiqimga bo'ylashmaganligi uchun qarsingiz katta esil yalildab turgan amaliyotchi desangiz dakidiklikda mushundaq bir xil tashvish ichida mushundaq yashaydi. Lekin ota buvlarimizning davrlarida cho'lsangiz shaxsan momamcho degan vaqtida shu davrlarda 5-6 balaga shu atganchayni etib 2 tonna nonni bir hafta yesa, yana bir haftaga 2 tonna non yiqib, bir qo'yni so'yab qo'yib, qismicho degan vaqtida u vaqtlarda odamlarda sil, rahim, muhabbat deydigan bir nima bor. İnsanlarda bir-birisiga qitig'urlik qiladigan, yomonlik qiladigan, oning bilan oning havas qiladigan, hasad qiladigan unda ishlar yo'q. Odamlarning umumiy nimasi qo'saq to'ysa, ko'ngil xotirjam bo'lsa, odamlarning yemak ishmigidan tatib hamma nimgacha kelish manbai nayt sap pokiz bo'lganligi uchun qalblarima nayt yo'ruq. Amdicho desangiz hozir mana ish qilib osmonda ushgan yerda unga ovqatning hamma nimasi palonchi xo'go sha deysiz, ya'ni u nurg'u ovqatlarning kelish manbaini sizdan biz bilmaymiz, ko'zimiz bilan ko'rmaymiz. Ammo nurg'unlagan, tetilgan tamlik narsalarni ketish orqali buni nihoyat yeyish qiladi. Shu sabab mushundaq ovqatlarni yeyverganligimiz uchun bizning qalblarimizni tadrijiy qardab ketadigan o'zaro muhabbat, sil, rahim deydigan nim qolmas bo'lib ketadi. Shu sababchi bo'lsangiz, hozirgi yoshlarning qarasangiz, va pochi esel taraslab kelib o'ynayotgan, doyin degan chiqirayotgan. Lekinchi degan vaqtida hammasi burunqi ota-bobolarimizdek baxtli emas. Nima deymiz? Soxtaboy. Bir ko'rinishga baxtlik. Anandaki yana bir gap esingizda bo'lsin, haqiqiy baxtlik odamlar, haqiqiy yaxshi yashayotgan odamlar hargiz kerakda baxtni ko'z-ko'z qilib yegan, ishqan, o'ynagan yerlarni balkim chambarakka ya do'yinga chiqarmasligi mumkin. Chunki baxt degandan o'z huzurinish kerak. Uni ommaviy yerga taqdim etdi degan gap o damdamlik, riyoxo'lik, o faqatlan bir ko'z-ko'z qilish. Demakchi degan vaqtida amaliyotda bular unchalik baxtlik emas. Shu orqali o'zining ko'nglini anim topqizib Shunga bu yer deydiganim nima degan vaqtida yotgan qarab tutsunish kerak, o'zingizning hol ahvolingizga qarta bir ishlarni qilsangiz bo'ldi. O'zingizning hol ahvoldan ishib ketgan, iqtisodiy sharoitingizda ishib ketgan vaqtda og'inam Samat bilan, Osmon bilan, Amat bilan men baslishatdim desangiz, chatani yitib olsiz, quruq yo'qonchilikqa qo'saq to'ymaydi. Har bir isrof qilgan taomingizning dadini, mushuning savol so'rig'ini siz o'tkazmasdan turib, xorlig'ini tatmasdan turib, sizning balkim tinig'ingizmi to'xtab qolmasligi mumkin. Agar mening deganim to'g'ri bo'lib qolsa, xalqim shodi duy deb qo'yinglar. Men sizlarning uy mulkchi o'g'linglar Anvarjon. Shu uy mulkka oid so'raydigan maslahatlaringlar bo'lib qolsa, Undidar ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalq.